Birinchi gaplashadigan narsamiz CBDC o'zi nima? CBDC ning yaratilishidan maqsad nima o'zi? Hop, shular haqida birinchi bo'lib gaplashamiz. Hop, Markaziy bank raqamli valyutasi. Markaziy bank raqamli valyutasi, ya'ni CBDC bu Central Bank Digital Currency, Markaziy bank tomonidan chiqariladigan raqamli valyuta. Mana shu ko'rib turgan narsangiz CBDC hisoblanadi. Keling buni 6 ta tamoyil bilan ko'rib chiqamiz. Hop, markazlashtirilgan boshqaruv centralized. CBDC ning kriptovalyutalardan ajralib turadigan tarafi bu barcha narsalar hukumat nazoratida bo'lishida. Ya'ni siz o'z erkinligingiz bilan hech qanday ishni hukumatdan so'roqsiz qila olmaysiz. Xo'sh, hukumat nazorati ostida government. Sizning har bir tranzaksiya yuborgan pullaringiz kuzatib boriladi. Ya'ni hukumat tomonidan har bir qadamingiz kuzatib boriladi degani. Ya'ni sizga 1 million pul beriladi, uni bir hafta ichida faqatgina benzin, non, yo'l haqi kabi yozilgan narsalarga ishlata olasiz xolos. Bir haftada u pulni ishlatib olmasangiz, u kuyib ketadi va hech qanaqa narsaga ishlatib bo'lmaydigan bo'lib qoladi. Ishonch, nazorat, muvozanat. Ya'ni odamlar rasmiy valyutaga ko'proq ishonishadi, lekin bu o'z maxfiyligingizdan voz kechish degani emasmi? Ya'ni valyuta bo'lsa, onlayn, ya'ni Click, PayMe'dagi pullaringiz shu rasmiy valyuta hisoblanadi va ularni yechib olish mumkin. Lekin uni yechib bo'lmaydi. U faqat o'sha berilgan ilovada turadi va ko'rsatilgan joylarga to'lashingiz mumkin bo'ladi. Boshqa joyga hech qanaqa narsadan to'la olmaysiz. Hop, moliyaviy tizimni raqamlashtirish financial. CBDC yordamida moliyaviy tranzaksiyalar tez, arzon va aniq amalga oshadi. Lekin siz faqatgina tegishli joylarga tranzaksiya qila olasiz xolos. Sizni barcha tranzaksiyalaringiz kuzatib boriladi. Ya'ni 1000 so'm birovga ortiqcha o'tkazsangiz ham uni kuzatib sizga jarima solinishi mumkin. Bu O'zbekistonda hozir yo'q. 2027-2026 yil kirib kelish ehtimoli bor. Lekin Xitoyda, Rossiyada bu juda ham kuchli rivojlangan hozirgi kunda. Xitoy shunga o'rganib bo'lishgan moliyaviy tizim raqamlashtirilishiga, ya'ni CBDC ga juda ham qattiq o'rganib bo'lishgan odamlar. Boshqa joyga pul o'tkazmaslikka uje odamlarda ko'nikma hosil bo'lgan. Ya'ni shunga o'xshash narsalar. Xo'sh, texnologiya asosida blockchain. Ko'plab CBDC loyihalar blockchain texnologiyasiga asoslanadi, lekin bu ochiq emas, balki nazorat ostidagi blockchain bo'ladi. Blockchainda bilsanglar, o'zingiz xohlagancha depozit qilib, pulingizni yoki bayga yoki selga shunaqa narsalarga kriptovalyutada shunaqa qo'yishingiz mumkin. Lekin blockchainda, ko'plab blockchainlarda, bunaqa CBDClarda bunaqa qila olmaysiz. Faqat ko'rsatilgan, aytilgandek benzinga, nonga, yo'l haqiga ishlatishingiz mumkin. Shuni nazarda tutilyapti. Valyuta, currency, bu raqamli shaklda mavjud bo'lgan markaziy bank tomonidan chiqariladigan rasmiy pul birligi hisoblanadi. Valyuta. Shu masalan yevro, dollar, yuan shunaqa kurslar valyuta hisoblanadi. Bu kriptovalyutadan farqlari CBDC ni markaziy bank nazoratida bo'ladi. Doimiy nazoratda bo'lasiz, aytganimdek, 3 marta aytdim shekilli shu gapni. Doimiy nazoratda bo'lasiz, hech kimga bog'liq bo'lmaydi kriptovalyutada. Shu ikkalasidan bitta asosiy farqi shu. Keyin CBDC da rasmiy pul bo'ladi, ya'ni so'm, dollar shunaqa CBDC loyihalarda shunaqa bo'ladi, rasmiy pulga aylantiriladi. Kriptovalyutada bo'lsa ko'pincha norasmiy bo'ladi. Ya'ni hozir Notcoin, Bitcoinga o'xshagan norasmiy bo'ladi. O'zbekistonda bular rasmiy emas. CBDC da bo'lsa barqaror kurs bo'ladi. Kriptovalyutada bo'lsa juda o'zgaruvchan kurs bo'ladi. Ya'ni bitta joydan ko'tariladi, tushadi. Shuni nazarda tutilib aytilyapti. To'liq qonuniy bo'ladi va siz kuzatuvda bo'lasiz. CBDC da ya'ni. Kriptovalyutada bo'lsa ayrim davlatlarda taqiqlangan. O'zbekistonda ham kriptovalyutani bir qancha sohalari taqiqlangan. Ya'ni uni bajarib bo'lmaydi O'zbekistonda. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bundan ham qiziqarli ma'lumotlar YouTube kanalimda berib boriladi. Bu meni birinchi videoyim YouTube'da. Shuning uchun ozgina hayajonlar va tutilishlar bo'lishi mumkin. Videoda kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman.